Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Yangi yil nishonlashlik haqida savol beribdilar. Bizdagi bir o'zbek bo'lsin, O'rta Osiyo millatlari, nafaqat O'rta Osiyo millatlari, balki hatto arab millatlari ichida ham va har qanday dunyoning qaysi chekkasida bo'lsin, shu musulmonman degan insonlarda bir ichida bir tarqagan balolardan biri ana shu. Yangi yil degan bir kunni bayram qilib nishonlashlik. Bu musulmonlarning ko'r-ko'rona taqlididan kelib chiqqan narsa. Dunyoda qaysiki bir nizom ustun bo'lsa, mana shu nizomning hamma bayrami bormi, qayg'usi bormi, yaxshiligi bormi, yomonligi bormi, insonlarga kirib keladi. Mana bugungi kunda g'arb butun dunyoga o'zini ustun qilib ko'rsatgandan keyin odamlar uning bayrami kuni bormi, qayg'usi kuni bormi, xursandchilikmi, xafachilikmi, hammasini ho'l quruq o'zlariga olib bayram qilib olgan va qayg'u qilib olgan. Bir musulmonlarga tegan balolardan biri. Aslida bu mavzuga kirishdan oldin musulmonlarga Allohning bir so'zini aytib qo'yamiz. Qalbida zarracha iymoni bo'lgan odamga va zarracha o'zining g'ururi, musulmonlik g'ururi bo'lgan odamga shu oyat kifoya qiladi. Ulamolar aytganidek, mu'min insonga bitta dalil kifoya. Munofiqqa esa 1000 ta dalil keltirsang ham, mana bunga nima deysan deb turaveradi. Tortishaveradi sen bilan. Bitta oyat keltiramiz. Alloh taolo oyatda aytadi: "Ha antum haula tuhibbunahum va la yuhibbunakum." Voy sizlar degan. Musulmonman degan insonlarga xitob qilgan. O'shalarni yaxshi ko'rasizlar. Bir o'ylab ko'ringlar, qani ular sizlarni yaxshi ko'radimi degan. Shu savolni bersin hamma. Sen shu yahudiyning bayramini, nasroniyning bayramini bayram qilyapsan. Bu degani sen shuni yaxshi ko'ryapsan degani. Yomon ko'rsang qilmasding bayram. Tuhibbunahum va la yuhibbunakum. Lekin ular sizlarni yaxshi ko'rmaydi. Qachon bir yahudiyni ko'rdingki, hayit bayramini nishonlab yurganligini? Qachon bir nasroniyni ko'rding, hayit bayramini nishonlab yurganligini? Yoki kelib seni tabriklaganini? Yoki sen hayit bayramini bir yahudiyni oldida ko'ksingni kerib, baqirib Allohu akbar deb nishonlab oldingmi? Yoki bir nasroniyni oldida hayit bayramini Allohu akbar deb baqirib nishonlab oldingmi? Yoki berkinib bir masjidda 4 kishi bilan zo'rg'a bir hayitni o'tkazib oldingmi? Ha antum haula tuhibbunahum va la yuhibbunakum. Ana bu Allohning so'zining tasdig'iki. Voy sizlar o'shalarni yaxshi ko'rasizlar, lekin o'ylab ko'ringlar, ular sizlarni zarracha yaxshi ko'rmaydi degan. Shu kifoya aslida bir zarracha men musulmonman degan odamning bir izzatiga, ko'zini ochishligiga aslida shu kifoya bir. Lekin bu shunchaki qilgan qilmagin degan masala bo'lganda ham qaniydi? Iymon kufr masalasi bu. Notavonlar chiqib olib bu gaplarni eshitib tushunmaydigan, qalbi g'aflat bosgan odamlarga aytilayotgani yo'q bu. Shu haqda izlayotgan, iymonni izlayotgan, Alloh nima degan ekan, shuni men bir eshitay, amal qilay, Rasuli nima degan ekan, shuni bir eshitay, amal qilay deyotgan odamlarga. Ammo qalbini g'aflat bosgan odamlarga Alloh taolo aytgan so'zini aytib qo'yamiz. Va in ja'atuhum kullu ayatin la yu'minu biha. Har qancha minglagan oyatlarni keltirsangiz ham ularga unga iymon keltirmaydi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Chunki ular kasb qilgan gunohlari ana shu harom xarishni bayram ekan, boshqa ekan deb yeverganligi qalbini qamrab, ularni g'ubor bostirib yuborgan odamlar. Bunaqa odamlarga tegishli emas bizning gapimiz. Haqni izlagan insonlarga tegishli. Alloh taolo Qur'onda mu'minlarning sifatini aytadi. Allazina la yashhaduna zur. Kim u mu'minlar desa, ularki buxtonga guvoh bo'lmaydiganlar degan. Bu buxton nima? Mujohid rahimahulloh, tobiinlarning imomi, tafsir ilmining tobiinlar ichida eng kuchli ulamolardan biri. Mujohid rahimahulloh aytadilarki, bu oyatdagi buxtondan maqsad mushrik kofirlarning bayramlari deydi. Alloh mu'minlarni sifatlaganda mana shu sifatini ularga o'rtaga qo'yib sifatladi. Ular buxton bayramlarga guvoh bo'lmaydigan insonlar dedi.
Alloh Rasuli bayram qilib bermagan har qanday bayramni siz bayram qilishligingiz aslida buhton. Chunki bizga xursandchilikni Alloh beradi. Allazi azhaka va abka. Huwa azhaka va abka oyatda aytgandek, u zot kuldiradi bizni, u zot yig'latadi bizni. Alloh beradi bizga xursandchilik kunini ham, qayg'u kunini ham. O'sha belgilab beradi. Bu buhtonligiga yana bir dalilki, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganda yahudlarni bir ikki kunini topdilar, o'sha 2 kunda ular o'yin kulgi qilishardi. Bu qanday kun dedilar? Ular aytishki, biz jahiliyatda ham shunaqa o'yin kulgi qilardik shu kunlar, bayram kunlarimiz deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh sizlarga bularning bu 2 kundan ko'ra yaxshiroq 2 kunni bayram qilib bergan dedilar. Alloh sizlarga qad abdalakum bihima khayron minhuma hadisning lafzi ana shunaqa. Alloh sizlarga bu 2 kunning evaziga bu 2 kundan da yaxshi kunlarni evaz qilib berdi deganlar. Voy notomonlar, endi mana shu yangi yilni bayram qilib yurganlar, evaz qilib Alloh bergan narsani qaytarib olib yoki rad qiladigan odam bo'lib qolishdan qo'rqmaydilarmi? Evaz qilib nima degani? Masalan, men sizga mana bu bir narsani sotaman bozorda. Men sizga bir narsani sotaman bozorda. Keyin shu narsani evaziga sizga haq to'layman. Endi tasavvur qilingki, shuni haqni olib, keyin shuni yeb ichib yorsamda, keyin yana shu narsani sotgan odamning oldiga borsamda, menga shu pulimni qaytarib berasan deb tursam. Ha, narsa qani desa, yo'q, narsani men yeb ichib yordim, yo'q, menga pulimni ham qaytarib berasan. Bu ahmoq inson, bir jinni insondan boshqa hech kim inson bu ishni qilmaydi. Balki sotib olgan narsasini qaytarib borib, shu menga yoqmadi deguncha ham yer yorilib, yerga kirmasdan yalinib, yolvorib, shuni qaytarib oling, menga yoqmadi shu narsa, shu deb haligini zo'rg'a qaytarib oladi. Rasululloh aytayaptilarki, Alloh sizlardan bu yahud nasroniylar bayram qiladigan kunlarni oldida o'rniga evaz qilib sizlarga ikkita bayram berdi dedi. Qaysi yuz bilan hayitni ham bayram qilaman, ikkita hayitni ham bayram qilaman deysanda, o'sha hayitni yeb ichib olib Allohning bayramini qabul qilib, yana Allohga evaz qilib bergan narsangni qaytarib olib, keyin men endi yangi yildan bayram qilaman deysan. Alloh sizlarga almashtirdi dedilar. Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr. Alloh taolo oyatda aytgandek, shunday bir bo'lmag'ur narsani Alloh sizlarga yaxshi qilib bergan narsaga almashasizlarmi degan. Oyat bu. Allohning so'zi. Yana takror aytaman, bu ham shunchaki almashish, shunchaki gunoh bo'lganda qani edi? Balki bu insonning iymon va kufr masalasiga olib boradigan gunoh. Chunki Alloh taolo oyatda aytadi: La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Alloh va rasulahu. Bir insonlarni hech topa olmaysizki, Allohga va rasuliga qarshi chiqqan insonlarga qalblarida mehr muhabbat bo'lishligini degan. Ya'ni yer yuzida shunaqa inson bo'lishi mumkin emas. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganman deydi-da, shu bilan birga qalbida Allohga va oxiratga kofir bo'lgan, mana shunga yahud nasroniga o'xshagan odamlarga mehri bor. O'shalar bilan aloqasi bor qalbida. Unaqa odamni topishligingiz mumkin emas, deyapti. Lekin demak, siz agar bir insonni tavosangizki 5 mahal namoz o'qiyapti, roza tutyapti, zakot beryapti, o'zicha hajga borib kelgan hoji bobo, hoji ona ana. Lekin qarasangizki, yahud nasroniyning bayramini bayram qilib o'tiribdi. Yahud nasroniyning bayramida xursand bo'lib chapak chalib bayram qilib o'tiribdi. Oy, bu mana bu ogohlantirgandan keyin ham bu nasroniyni bayrami ekan, bu yahudiyni bayrami ekan degandan keyin ham o'ziga bo'lmag'ur fatvolarni topib olib, ha xursandchilik bo'lsa nima qilibdi? Din xursandchiligidan qaytarganmi degan havoy nafs orqasidan yugurib, mana shu narsada yahud nasroniga o'zi bilgan bilmagan holatda mehr muhabbat paydo qilyapti. Chunki birovni bayramiga ergashish mehr muhabbat paydo qilish deyiladi. Buning dalili shuki, o'sha kunda insonlar bir-birini tabriklaydi. Nima uchun tabriklaydi? Chunki bir-biriga mehr muhabbat paydo qiladi.
Demak, tabriklash, o'sha kunni bayram qilish o'rtada bir aloqa borligining alomati bo'ladi. Alloh aytayaptiki, unaqangi inson topish mumkin emas, deyapti. Kim topsa, demak bu inson mu'min emas, deyapti. La tajidu, siz topolmaysiz, deyapti. Allohga va oxiratga iymon keltirgan odamni o'shanaqangi insonlarni shunaqangi qilib do'st tutib yurganligini. Kim topdim desa, ikkalasidan biri bo'ladi. Yo shunaqangi yahud nasroniyni topgan bo'ladi, yoki musulmonman deb o'ylagan, lekin o'zi yahudiy nasroniyga aylanib qolgan insonni topgan bo'ladi. Umar roziyallohu anhu aytganlar: "Iyyakum wa ratanatul ajim va huzur kanaisihim fi yawm a'yadihim." Voy sizlar degan. Bu ajamlarni deganda, ya'ni arab bo'lmaganlar. Arab bo'lmaganlar o'sha zamonda mana Fors, Rum, shunaqangi insonlar, kofirlar bo'lgan, ya'ni. Shunaqangi Fors va Rumni bu aljiragan tillarini o'rganishdan ogoh bo'linglar degan. Qarang. Aslida shariatda kofirlar tilini o'rganish qaytarilmagan. Balki gohida buyurilgan ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zaydga aytganlaridek, "Ta'allam lughatal yahud." Yahudlar lug'atini o'rgan. Men chunki ularga ishonmayman, o'zgartirish mumkin kitoblarni deganlar. Lekin Umar roziyallohu anhu hozir ogohlantiryaptilarki, ogoh bo'linglar ularning tillaridan, deyapti. Bu Rasulullohning so'ziga teskari emasmi desa, yo'q, teskari emas. Umar shundan ogohlantiryaptiki, hozirgi kundagi bizdagi insonlarga o'xshagan insonlarni qilig'idan ogohlantiryapti. O'zicha o'zini bir yahudga taqlid qiladi, inglizcha gapiradi. O'zicha bir madaniyat, ruscha gapiradi. Hammasi o'zbek, o'tirib olib ruscha gapiradi. O'zicha bir madaniyat, o'zicha rivojlanganlik. Ana shuni Umar roziyallohu anhu aytayapti: "Ey, bunaqangi ajam tilidan, ya'ni kofir tilidan ogoh bo'lgin", deyapti. O'zingga faxr qilma bu tilni, o'rganma emas, o'rgan, o'zingga faxr qilma, odamlarda oldida shu bilan o'zingni ko'rsatma. Va ularning bayram kunlarida kanisalariga kirma degan. Kimdir aytishi mumkin, bayram emas kunida kirish mumkinmi? Bayram emas kunida kirishligingiz aslida bu narsa ibodat uchun emas, ya'ni shunchaki kirishligingiz kerak bo'lsa, masalan, islom mamlakatida yashalgan bo'lgandan keyin nasroniylar, yahudiylar jizya to'lab yashaydi. Musulmonlar ularning kanisasiga kirib namoz o'qishligi ham hattoki ba'zi rivoyatlarda ruxsat kelgan. Ularga kirib yoki da'vat qilishligingiz yoki ularni kirib tekshirishligingiz. Lekin ana shu bayram kunida kirma degan, toki ularni bir bayramini tabriklagan kishi bo'lib qolma degan. Bunaqa oyatlar, hadislar, ulamolarning so'zlari nihoyatda ko'p. Bu narsadan ogoh bo'lish kerak. Odamlar hamma tanigan bilganini ogohlantirish kerak. Bu xursandchilik bo'lsa nima qilibdi degan gap ketmaydi. Inson shu xursandchilik yoki xafalik bilan gohida oxirati va dunyosi uni hal bo'lib ketadi. Allohdan qo'rqish kerak, bu narsalarda yig'ishtirish kerak va insonlarga shu bayramni qilishlikka sabab bo'layotgan narsalarni undan oldin yig'ishtirib qo'yish kerak. Nima desa, televizor, internet, kino serial, kinofilm degan narsalar. Nima uchun bizning qalbimizga shu kunni bayram qilish kirib qolgan? Nimaga odamlar yaxshi ko'radi? Iloji yo'qdek go'yoki shuni baribir bir narsasi kamayib qolgandek bo'ladi. Qanday bo'lar ekan shuni qilmasak? Chunki ana shu kino serial, kinofilm degan narsalar izini taniganidan beri insonlarga qo'yilaverib mana shu kunlarda o'sha narsani bir ramz sanab qolgan, o'sha kunda shu ish bo'lish kerak go'yoki. Bu fitratini buzib yuborgan odamlarda, ya'ni. Mana shu kofirni e'zozlashlik degani. Bir bayramini qilmasdan o'zingni kamtik his qilib qo'yibsan. Shunaqangi xor musulmon bo'lib qoldingki, bir kofirni bayramini qilmaganligi uchun o'zingni kamtik his qilib qo'yibsan. Asli holbuki Alloh taolo oyatda aytganki: "Va yajidu fikum ghilza." Ular sizlardan bu masalalarda qattiq qo'llikni topsinlar degan. Allohu a'lam.